Men oldin ssenariyni yozib olardim. Eng birinchi YouTube ssenariyni yozishimga 5 soat vaqt ketgan. Bir hafta deadline olib 5 soatda yozganman va o'shanda birinchi ssenariyni yozib olib, oxirida men bu cover bilan title g'oyasiga o'tirganman. Vaholanki, biz nima dedik? Eng muhim qism, ya'ni eng muhim qism bizning videolarimiz ko'rishligi uchun eng muhim qism bu yerda mana shu narsa bo'lyapti. Bundan tashqari muhim pointlar ham bor. Bu haqida ham gaplashamiz. Hozir mana buni tugatib olganimizdan keyin. Endi demak, mana bizning ssenariyimiz mana shunaqa turgan bo'lsa, ssenariyimizni birinchi boshida nima g'oya qilishimiz kerak ekan? Ya'ni cover g'oyasi. Keyin title g'oyasi. Ya'ni mana shu g'oyalarni qilib olib, keyin ssenariy yozishga o'tirishimiz kerak ekan. Buni jarayonda ham g'oyab kelib qolishi mumkin. G'oyani qo'shib qo'ysa bo'ladi. Как раз hozir YouTube'da anaqa nima edi? 3 talik coverni test qilsa bo'ladi. Adashmasam 1000 ta podpishchikdan keyin bu narsani iloji bor.